qattu yey. Buncha chollar qattu yey. Dada nima qilyapsiz? Ye, ulimga hisob kirdi shekilli. Ulim men shipiraverman, sizlar baxtli bo'lsalaring oldi. Bahorgacha nima qilib tursalaring, aqlim olib ketaman. Bo'lmasa chang ketmasdan supuring. Bu meksikanskiy nilpar gul o'lim. Hech gulga o'xshamayapti dada. Jonim, charchamadingizmi? Charchadim. Unda dadajon, siz o'yingiz ekib turing, bular dam olsinlar. Yuring jonim. Siz oxirgi paytda o'yingiz Agar hatta jigarini sug'urib oldik. Mana, mehnatda ish katta-da o'lim. keling jonim. Rosa charchab ketgandirsiz-da, begim. Oling. Qani, ona qizim? Marhamat. Jonim, obedga nima ovqat qiling? Manti qil. Kechaga osham bor ekan, uni nima qiling? Uvol bo'lmasin, itga berib yubor. Itga? Adajon, oshiysizmi? Ha qizim? Itga o'xshaymanmi? Mana shu uyga kelin bo'lganingdan beri men bilan o'chashasan. Qaynali qilyapmanmi? Qaynotali qilyapmanmi? Lo'yingda qara, bolalar sakrayotgan batotga o'xshaydi. Lo'yingda aralaboraman, bezib bo'lib qolasan. Meni qiynama! O'z xotinim yo'q, qarangchi deyapman, tushundingmi? Ketaman. Ya shu uyda sen yashaysan, ya men yashayman. O'zimda aralaboraman. Ketaman! Adajon, to'xting. Labbay ona qizim. Yandiq chaqirib beraymi? Eringni chaqir bir, tushundingmi? Shu qilgangam mana ketaman. Lo'yingni zolaymi?